Hammaga salom. Bugun tovuq qanotchalaridan antiqa taom tayyorlaymiz. Tovuq qanotchalarini ikkiga bo'lib to'g'rab olamiz. To'g'rab olingan tovuq qanotchalariga ta'bga ko'ra tuz va qora murch solamiz. Qizib turgan o'simlik yog'iga qanotchalarni yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Uchta chishnak donasi va bitta qalampirni ichidagi urug'larini tozalab olib, maydalab to'g'rab olamiz. Bir dona apelsinni ikkiga bo'lib, so'kini chiqazib olamiz. Maydalab to'g'rab olingan chesnak va qalampirni yog'da yaxshilab qovurib olamiz. Ustiga oldindan qovurib olingan tovuq qanotchalarini solamiz. Bir qoshiq asal va apelsin so'kini solib 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. 15 daqiqadan so'ng qopqog'ini ochib, qayla darajasiga kelguncha o'rta olovda qovurib olamiz. Bismillah. Qadrdon, tovuq yoqtiradigan tanishiga jo'natib qo'ying.